Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan eng oson titulni olamiz. Menda yaxshi qotadi. Shuning uchun bu botlidan emas. Menda qotadi, shuning uchun tushunasizlar meni. Chunki menda qotadi. Shuning uchun biz manitek eng oson titulni olamiz. Qurol ustasi buning uchun transport, uloqtirma qurol bu faqat molta, granataga o'xshaydi, snayper, любой bitta snayper, AKMga o'xshagan sochma miltiq, shotgun, semagani hamma bilsa kerak. Keyin buni rask matchda platina yoki platina midi solo matchda platinadan anusi oshiq bo'lishi kerak. Ama oddiy erangil o'ynayman, chunki menda qotadi, tushunasizlar. Endi davay o'ynaymiz hozir. Mana qo'ydim. Davay endi o'ynaymiz. Yuz akkauntimda olganman, unda ham qotyapti. Shuning uchun oldingi sezonda bunchalik qotmasdi. Hozir shu sezonni, hozir sezonligini o'ynasam, vobshe qotadi, chiqarib yuboradi. Ham ba'zida chiqarib yuborgan. Shuning uchun uncha o'ynamayman. Faqat oddiy erangil 90 bo'lib kiryapti. Endi kirdi. Bu ani ko'rdilar, bunda unchalik qotmaydi. Endi uni ko'rsanglar, vobshe meta qotadi. Bunda unchalik qotmaydi. Shuning uchun menga oddiy erangil yoqadi. Agar faqat sezonli erangil bo'lsa, PUBG'ni umuman o'ynamasdan 45 FPS bo'lsam ham tashlab yuborardim. Davay pinchkimi shunaqa joylarga tushaman desam, lekin meni ko'tarmaydi-ku. Mayli ketaveramiz. Sanchalik uchun. Mayli ketaveraylik. Qachon endi bu bo'ladi? Keyin noto'g'ri belgilab qo'yibman-ku. Endi ko'pchilik o'zi tushib ham bo'pti. Davay endi biz ham tushamiz. Pinchkiga tushmoqchi edim. Odam ancha ko'p ekan. Mayli qilib to'g'ri pinchki tomonga ketamiz. Loot ham qilish kerak. Let's go. Bitga qilib odam tushmasa desam. Endi AKM shotgun shunaqa semagami snaypermi shunaqa narsa topamiz. Bu kerak emas. Yo'qmikan birontasi? Yo'q. Davay manitasi yo'q. Manitasi. Chiqay. Chiqmay. Yo'q, mana unaqa. Qani akim o'zi kiradi, aram menga kiradi. O'sha borka akim bilan shunga kiradi. Keyin yana bir ikkita qurollarga. Mana shu kunimga kiradi endi. Qanday tanlayman? Voy, nima qilay ekan? Mayli, tursin endi. Endi davay pinchkiga ketamiz.
Davay pinchikka bu yerda loot qilamiz, keyin pinchikiga ketamiz dedim. Pinchikiga boramiz. Mana pinchiki mana. Davay qachon borading? Ush. Yemen ko'rmasam. Ush, endi hamani odam bor ekan. Ya bor ekan emas. Chak kimdir? Yemen shu yerda to'xtab qolaveraman. Bag bo'lib qol. Maytga odam kirgan. Maytga ham kirgan ekan. Maytga ham kirgan ekan. Yari hamma joy. To'g'rimda ham odam ekan. Men qo'tya. Qotib qoldi-ku. Bittasi bo'ldi, u rahmat shu uchun berganingiz uchun. Tan yaxshi chutdi. Shuchun uchun rahmat, brat. Tashlaman ularni, tashlaman. Shuchun uchun rahmat, bratga. Endi odam yana topishim kerak. Qayerdan odam topaman? Sancholga boring. O'zi boshidan Sancholga tushgan yaxshimidi? Va yemaydan odam bor ekan. Bu yaxshi, o'ldirdim. Lekin yana bitta odam kerak. U ani granataga ham, u menga ham qilsa bo'ladi. Mana shu yerda lekin odam bo'lish kerak-da, chunki vobshim eshiklar hammasi ochiq. U yaxshi mashina. Bu yaxshi, bizga yordam tegadi. Odam topish. Va endi qayerdan topar ekanman odam? To'g'rida emasmi? Muncha sekin kill bo'lyapti. Endi 80 bitta. Faqat men ketaman. Men Sancholga ketdik. To'g'risini aytsam, bu yerda kill kam ekanda. Voy. Tepaga chiqib ketgan. Davay. Amaytdan odam bo'lar edi. Odam ham demaydi, bu deydi-ku. Hali buni hisobga olamiz. Mana bitta odam bor. Semaga qilmadimmi? Demakda kimni o'ldirib ketgan? Cho'ta odam bor. To'g'rida yo'q-da. Arkadaş. Adam yo'q. Bitta yo'q-ku. Kimdir o'ldirib ketgan. O'ldirib qaqalib ketgandir. Mayli, biz Sancholga yo'limizni davom etamiz. To'g'rida, ishqilib o'ldirib ketishmasin. Mana shu yerda davay endi topishim kerak. Nimaga odam yo'q? Ana kimdirlar kirib chiqqan. Kim bu yerda baribir odam yo'q. Mana yerda bormikan? Mana yerda odam bor. Cho'ta kimdir bormi? Va shu yerda kimdir kristal qilib o'tiribdi.
Kansam aytdi mashina bor ekan. Da shu kunda desam lekin qilmaganmi voy qutishini qoldi. Da kirisalik. Kirisalik ne bir? Kirisalik ne bir? Nima? Hiç olmayız bura. Granatadaki qilaymi ki? Biraz kaç. Tushunmadim bira. Tushunmadim. Tushirib qo'ydim. Let's go. Bo'ldi. Mashina bilan SMG'ga qoldi. Mashina SMG. Challenge'imiz bajariladi. To'plar olish o'zi shart emas. Shuncha bajarsa bo'ldi. Qanday tushirib qo'ydim o'zi. Yemaydi odam bo'lmasmikan? Yut anita bor. SMG'da qilsak-ki mashinada qoladi. O'zi SMG nima deyapman bu o'zi-ku. Nima? Buni ham qildim. Bo'ldi, SMG qilsa bo'ldi. Tushunmadim-da bitta 6 dedik. To'xtanglarda bilasizlar, hozir bittasidan xato qildim. Bitta anu ham bor edi. Hozir, SMG'da o'zida qilsam bo'lmaydi. Anu ham bor edi-ku. Ana karyak, ana bor-ku. O'sha snayper olish esimdan chiqdi. Endi hozir pul yig'ib, shuni sotib olaman endi. Endi loot qilib yurish eng qiyin, snayper topish qiyin-da bitta. 14.000 pulim bor, lekin 35.000. Yani 21.000 topishim kerak. Endi pul bo'lsa 14.000 kerak. Aytachi. Endi pul yig'ib o'tirishim. Mayli. Sniper, SMG. Yana yetmasa kerak. Mini sniperga kirmasa kerak. 416. Mayli, 416 o'ynab turay. Yana men tashlayman, Buni manunga bu. Endi qayerdan odam topaman? Hamma joyga borib chiqdim-ku. Qaytadan pinchiga boring. Kimdir otyapti lekin qayerdan ekan, to'g'riga boraylik-chi. Nima aytdi, kimdir bor dedi. Hech kim yo'q. Nima hech kim yo'q. Endi yuraveramanmi? Hali 50 odam bor. Yo'q. Tushmayapti ayniqsa. Endi qayerdan topaman? Odam yo'q-ku. Mayli, manitga borsam. Tursam arqamda odam. Brat, baxting, birga bir. Qayerdasiz? Baloningizni teshib olaman deb turdim. Qayerdan? Arqadan ham o'tadim. Mana yerda odam bor. Sen nima qilyapsan? Mana men bilan birga bir o'ynab
Qochishga qaranglar. Shunga olib ketaman deyapti. Yo'q, bu 22 fesdan ham battar. Fesdan ham unchalik qotmas. Bu bo'ldi semagan va nihoyat bajarildi. Endi snayper topish kerak. Bu eng katta muammo. 75 mingmi? Что это так deydi. Mayli endi. Yaqa. Jim turing, brat, jim turing. Men hozir nafs olib sizni o'sha kill. Davay endi manitan biz kutgan olar snayper ana M24 brat to'xtang qaqib ketyapsiz shuncha ana qilgan uvol qilmang qaqa ketyapsiz moshina to'xtating qansiz brat alyo otishyapti. Rasulmi kim bu? Mana to'g'dan. Mana kimdir otyapti. Yuma mashinami yo'qda nima qilamiz? O headshot bo'ldi, bajardim. To'pir olaymikin? Olaymi? 30 ta odam bor. Davay to'pir olamiz. Bo'ldi, M24, M300. Davay. Bo'ldi. Zo'r to'pir ko'rsatamiz. Sizlarga. Mayda kimdirda otib turuvdi ular. Qayerda endi? Hozir otib turuvdi-ku. Zona katta. Va. 3x nima tur? 2x ham yo'q turgan yaxshi, chunki menga 2x. Endi nima qilaman? Yana yo'q. Yumayda drop. Davay drop. Drop tashladingizmi, brat? Buni tashlashibdi, 60 metr uzoqda. Ana brat qahada o'tib turuvdi. Oho, tog'da u narigi tomonda. Va Xo'sh, qachon bo'larkan? Qachon borarkanman? Sen borib bo'ldim. May urilib ketyapti. Va yana o'tish kerakmi, to'xtam. Sen bu ma'lum mashina emas ekan. Endi siz mani deydi-ku, qani? Bratlar. Hozir shu deydi-ku, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. O'tib ketdimmi yo'q? Tushunmadim. Qani? Drop qani? Drop. Endi drop chaqirsak. Mani deydi-da, to'g'rida. Ana u to'g'rida ekan. Menimcha 100% odam bo'lsa-ku, direkt full degan odam M24 otyapti. Menda ham bordi. Mani endi nimalar bor ekan? O yaxshi. Kamuflaj kostyum. Nimaga odam yo'q? Yana. Brat. Yo'qmas. Arqadan kelishga balo bormi? Brat, siz arqadan kelishyapti. Mayli, o'ldirdik.
Ye. Nima tushyapti? Davay. Ketdi u endi. Yerdan qochamiz. Qayoqqadir boraman desam, o'zi boradigan joyim qolmabdi-yu. Boy joyga boraveraman. Qotib qolishiga buni urilib ham qoldim. Yana ikkita odam otishar. O'zbek ham bor ekan, endi sezibman. O'zbeklar yo'qmi deb turgan. Mana shu yerda hozir 2 kishi otishib turuvdi. Menimcha yili o'zbek bo'lishi mumkin-da. Mana yerda otishdi-ku. Otishdi-ku. Qani? Mana yerda yotib oldimi u ana mashina? Mana shu yerda eshitdim-da. Shuma. Mashinada hech kim yo'q. Endi nima qilamiz? Shu yerda endi. Bir qilamiz. Voy, ishda yo'q-ku. Shu. Nima qilamiz? Qo'rqdingmi? Voy, chiqing birat, 20 turda kallangizga headshot berardim. Qayerda hozir otishuvdi-ku. Bu ana. Mayli, ketaveramiz. Birat izlagan foydasi yo'q ekan, chiqishmasak. Qayerdir yashirinib olishganda. Anitgandir o'tishibdi. Mana qarayap turaychi. Endi chiqdingizmi, birat? Kirsa bo'lmang, birat. To'xtanglar-da. Kirsa, birat. Qotib. Qotib. Voy, men botmasman. Birat, kimni botisiz ham men botmasman. Men sizni granatada o'ldiraman. Voy, qotishini qaranglar. Davay. Nima bo'lyapti? Voy, ko'rdinglarmi? Voy. Ko'rdinglarmi? Voy, mayli. Voy, onasini internetda u yo'qotishda bu telefon parod qilib qo'ydimasa easy olar. 8 yil bajarib hoslarga titul olaman. 25 minut bo'lib ketibdi. O'ziga ma'lum tomoshamaslik kerak edi. Mayli, hozir titul beradi. Bu yutishga ahamiyatli emas. Chunki hamma narsani bajarganman. Menimcha. Xo'sh. Va chiqishi ham 1 soatda. Shimita telefon. Mana ko'rdinglar? Mana ko'rdinglar, men va'da oldim. Mana qurolni ustasini buni oldim. Bu o'zi eng oson titul. O'zimda ham bor. Mana meni ikkinchi akkauntim. O'shanga druziya tashlab qo'yasizlar. Men o'shanda o'ynayapman. Samandar King, bir to'r King. Samandar
bir to'r kiyimmi shunaqa. Shunda o'ynayapman qarang. Bo'pti, xayr, sizlar bilan Samandar gaming bo'ldi. Hammaga xayr. 25 minutlik video.